Bolajonlarimizning gijjasini tushirish uchun tabiiy usullardan bugun foydalanib ko'ramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 200 gram qovoq urug'ini cho'p yerimizga solib olamiz va maydalab olamiz. So'ng yarim piyola asalimizni ham solib, yaxshilab aralashtirib, har kuni ertalab och qoringa kichkina qoshiqcha bilan bir qoshiqchadan beramiz. Yana kim shunday usulda tayyorlab ko'rgan va qanday natijasi bo'lganmi, tayyorlab ko'rganlar kommentariyada yozib ketingizlar albatta, chunki men hali endi boshladim. Hali natijasini bilmayman. Dori-darmon olishga shoshilmasdan tabiiy yo'l bilan gijjalarni tushirishga harakat qilmoqchiman. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lishni ham unutmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.